Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Denov shahar Beshkapa Chamanzor mahallasi 12-uy sotuvga qo'yiladi. Ushbu uyimiz xonadonda kirish qismi, ya'ni 8 sotukdan iborat katta hovli joy. Xo'p, sotuvga qo'yiladi va ijaraga beriladi. Xo'p, darvoza qismidan kirganimizda, xo'p, ahamiyat bering, juda katta va keng qurilgan hovli qismi. Kanalizatsiya tizimi bor, asosiysi tabiiy gaz, suv, ichimlik suvi mavjud. Bir tonnalik yonkisi ham bor. Xo'p, hovliga kirganimizda o'ng tomonda ikkita xonadan iborat qismi bor. Bu tomonda esa 4 ta xonadan iborat, hamma sharoiti bor qismidan iborat ikkita qismi. Hozir kirganda o'ng tomondagi qismimizga kiramiz, xonadonda. Xo'p, uyga kirganimizda mana mehmonxona, zamonaviy remont qilingan, xo'p, narsalari bor, televizori bor, konditsioner, to'shak, xon taxtalari bor. Xo'p, uni yonida esa ikkinchi xona. Ham isitish tizimi bor, xonadonlar isiydi, katta keng qilib qurilgan. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizda pastga tushamiz. Bu tomonda oshxona, dush, hojatxonasi bor. Pastda alohida yana xuddi boyagi tepani pastida podvali bor. Podvalda ahamiyat bering, 2.30, uzunligi 19 metr. Bemalol sklad qilib ishlatsa bo'ladi yoki xolodilnik, ya'ni muzlatkich, katta muzlatkich qilib ishlatsa ham bo'ladi. Tadbirkorlar uchun asosan. Xo'p, podvalda chiqqanimizda oshxona qismini ko'rsatib o'taman hozir. Xo'p, mana oshxonamiz. Muzlatkich bor. Bu yerda gaz plita, kuxonniy mebeli, narsalari bilan ovqatlanish uchun sharoitga ega. Xo'p. Uni yonida hovlining bu qismida, xo'p, mana bu yerda dush, Ariston, pol-avtomat kir mashina, hojatxonasi ham bor. Bir tonnalik yonkis, ya'ni suv muammo bo'lmaydi. Bu tomonda ham hojatxona bor. Rakvinasi. Dehqonchilik uchun mo'ljallangan hovli, ya'ni yer maydoni bor. Xo'p. Bu qismida ham ikkita xona mavjud. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman. Endi diqqat qiling do'stlar, mana shu hovlidan kirganingizdagi o'ng tomondagi ikkita xona, podvali va oshxona, bulari bilan $300 ijaraga beriladi. Bitta darvozadan kirganda bu o'ng tomondagi qismini ko'rsatib o'tdim boya. Bu chap tomondagi katta 4 ta xonadan iborat qismini ko'rsataman sizlarga hozir. Xo'p, mana xonadonga kirganimizda chapdagi xonasi, mana qarang. Kirganimizda zal, supasi bor ichkarida, teraska qismi ya'ni. Xo'p, uni ichkarisida ham yana alohida xonalar bor. Xo'p, kirganimizdan zali, proxoshkasi. O'ng tomonda yursak, bu yerda katta mehmonxonasi bor. Endi diqqat qiling do'stlar, mana shu xonani tagida 2.30 qilib, mana bu yerdan pastga podvalga yo'l bor, ya'ni zinapoya bor. Bemalol podval qismini ham ishlatsa bo'ladi. Bundan chiqqanimizda to'g'risidagi xonamiz detskiy xona. Bu yerda mebeli bor, narsalari bor va bo'sh. Bu ham xuddi shunday, podval qismi mavjud. Xo'p, katta eshikda kirganimizdagi to'g'ridagi xona. Bu yer spalni xona, ota-onalar uchun mo'ljallangan. Xo'p,
yuklari, ya'ni ko'rpa to'shak, spalni, parda, gilam, mebli, mana tosh oynasi bor. Bu yerda ham ko'rsatib o'tay, mana bu gilamni ostidan mana podval qismiga yo'l zina bor. Bemalol buni ham olib ishlatsa bo'ladi. yoki bu yerdan eshik ochib tagini ishlatsa ham bo'ladi. Bu qismidan chiqib kelganimizdan keyin hop, hovlining katta qismiga tushsak, bu yerda ham boyagi 5 ta xonadan iborat bo'lgan uylar xonalar tagida podval qismi bor. Mana qarang. Bu tomoni ham yozgi ovqatlanish uchun bemalol mo'ljallangan yoki qozon o'choq qo'yib narsa pishirsa ham bo'ladi. Hop, podval qismiga tushamiz. Bu yer ham 2.30 va eni 7-8 metr bor podval. Oshxona qilib ham ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Podvaldan chiqamiz. Xo'p, hovlini katta qismidan oshxona, dushni to'g'risidan yurganda bu yerda ham uylar bor. 2 ta xonadan iborat. Ko'rib turibsiz, yuklar, gilam, kichkina xonasi. Narsalari bor. Ushbu qismi esa, masalan, bu tomonda olgan odam, ya'ni oila $400 deb baholanadi ijara narxi. Bu yoq bilan qo'shib yoki buni o'zini 2 ta xonani olganlar uchun. Qaysi qismini olishidan qat'iy nazar, xonadonda dushi, hojatxonasi, oshxonasi bitta qilib beriladi. Ko'rib turgan 8 sotikli uy sotuvga qo'yilgan. Xo'p, ijaraga ham beriladi, asosan sotuvga. Birinchi navbat kanalizatsiya tizimi mavjud. 2 qoshiq suvda tepasi yopilgan. 10 xonadan ziyod podval qismlari bor. Xonadon $230,000 deb baholanyapti. Oluvchilar bo'lsa, batafsil ma'lumot beriladi. Mana Beshkapa shahardan chiqib kelgandagi 12-uy.